Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, qayta hisob-kitob, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoralar hisobida xatolik bo'lsa, odamlar pullarini qanday qaytarib olishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas, yaqinlari pensiyada bo'lgan farzandlarga ham, kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir fuqaroga ham tegishli. Chunki birgina noto'g'ri hisob, birgina e'tiborsiz qoldirilgan indeksatsiya yoki hujjatdagi kamchilik oyma-oy sizning cho'ntagingizdan pul ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi joylarda odamlar ko'p adashadi va eng muhimi, pulingiz kam to'langan bo'lsa nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odamlar yillar davomida olmagan pullarni qaytarib olishga erishmoqda. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak. Lekin hamma ham uni sodda qilib tushuntirib bermaydi. Pensiya deganda ko'pchilik faqat har oy kartaga tushadigan pulni tushunadi. Aslida pensiya bu bir marta belgilab qo'yiladigan oddiy summa emas. Pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki tegishli davrlar, imtiyozli davrlar, ustamalar, minimal miqdorlar, prezident farmonlari yoki hukumat qarorlari bilan bo'ladigan oshirishlar. Ya'ni indeksatsiyalar. Indeksatsiya nima? Oddiy qilib aytganda narxlar oshadi, yashash xarajatlari ko'payadi. Davlat esa pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Masalan, pensiya 10% ga indeksatsiya qilinsa, 20 million so'm pensiya olayotgan odamning pensiyasi nazariy jihatdan 20 million 20 ming so'm bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda hamma holat ham shunchalik sodda emas. Chunki ayrim pensiyalarda qo'shimcha ustama bor. Ayrimlarda minimal pensiya chegarasi ishlaydi. Ayrimlarda qayta hisoblash kerak bo'lgan eski ish haqi ma'lumotlari bor. Ayrim hollarda esa odamning hujjatlari tizimga to'liq kiritilmagan bo'ladi. Avvallari ko'p narsa qog'ozda yurardi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi spravka, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli ish joylari, bularning hammasi alohida tekshirilardi. Xodim xatoga yo'l qo'ysa yoki fuqaro biror hujjatni olib kelmasa, pensiya kamroq hisoblanib qolishi mumkin edi. Hozir esa elektron tizimlar ko'paydi. Lekin bu ham muammoni to'liq yo'q qilmadi. Elektron bazada ma'lumot bo'lmasa, eski korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv noto'g'ri javob bersa yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tizim ham noto'g'ri natija chiqarishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, ko'p pensionerlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi. Ular faqat menga shuncha chiqdi deb qabul qiladi. Lekin men doim aytaman, pensiya bu sizning qonuniy haqqingiz. Uni tekshirish uyat emas, idoraga savol berish janjal emas, yozma javob talab qilish esa fuqaroning normal huquqi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi va o'z pensiyasini tekshirtirishi kerakligini tushunib olaylik. Men amaliy tajribadan kelib chiqib aytaman. Birinchi guruh 1990-yillar va 2000-yillar boshida turli korxonalarda ishlagan. Lekin oylik ma'lumotlari to'liq saqlanmagan odamlar. O'sha davrda ko'plab korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, xususiylashtirilgan yoki arxivga hujjat topshirmagan. Natijada inson 20 yil ishlagan bo'lsa ham, tizimda 12 yoki 15 yil ko'rinishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, bir fuqaro 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda 28 yil staj hisoblangan. Farq 7 yil. Agar shu 7 yil ichida yaxshi ish haqi bo'lgan davrlar bo'lsa, pensiya oyiga 1000 ming, 300 ming, hatto undan ham ko'proq kam chiqishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring, oyiga 200 ming so'm kam to'langan bo'lsa, 1 yilda 2 million 400 ming so'm bo'ladi. 3 yilda 7 million 200 ming so'm. Ayrim hollarda odamlar aynan shunday farqlarni keyin aniqlab, qayta hisob-kitob talab qilishadi. Ikkinchi guruh ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yerda savol tug'iladi. Ishlagan davr pensiyaga qo'shiladimi? Qayta hisoblanadimi? Qachon murojaat qilish kerak? Har bir holatda amaldagi tartibga qarash kerak. Lekin umumiy prinsip shuki, sizning pensiyadan keyingi mehnat faoliyatingiz, to'langan badallar yoki rasmiy ish davrlaringiz bo'lsa qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda hamma uchun bir kunda bo'ladi deb o'ylash xato. Ba'zan ariza kerak bo'ladi, ba'zan hujjat kerak bo'ladi, ba'zan ish beruvchi ma'lumotni to'g'ri topshirish kerak bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi.
Boğuvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu toifalarda indeksatsiya va minimal miqdorlar alohida tartibda qo'llanadi. Masalan, bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir nechta farzandga tayinlangan bo'lishi mumkin. Farzandlardan biri 12 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa yoki davom ettirmasa to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Agar o'qiyotgani haqida ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Aksincha, ma'lumot taqdim etilsa, ayrim hollarda davom ettirish mumkin bo'ladi. 4-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi davri, dekret, ko'p farzandlik, imtiyozli shartlar, ishlamagan lekin qonunda hisobga olinadigan davrlar bo'yicha savollar ko'p. Men ayollarga alohida maslahat beraman. Pensiya tayinlanganda faqat mehnat daftarchasi bilan cheklanib qolmang. Bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar, ish joyidan buyruqlar, arxiv ma'lumotlari hammasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ba'zan bitta tug'ilganlik guvohnomasi yoki bitta arxiv javobi pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Endi oddiy raqamli misol ko'ramiz. Deylik, pensionerning pensiyasi 1.200.000 so'm. Davlat pensiyalarini 10% oshirdi. Oddiy hisobda yangi miqdor 1.344.000 so'm bo'lishi kerak. Lekin pensioner kartasiga 1.300.000 so'm tushdi. Farq 4.000 so'm. Kimdir mayli juda katta pul emas deydi. Lekin bu farq har oy takrorlansa, bir yilda 528.000 so'm bo'ladi. Agar boshqa ustamalar ham noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, farq yanada kattalashadi. Shuning uchun men kichik farqlarni ham e'tiborsiz qoldirmang deyman. Yana bir misol. Bir odam 1995 yildan 1915 yilgacha yuguri oylik olgan, lekin pensiya tayinlanganda shu davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Tizim o'rtacha yoki mavjud minimal ma'lumotga asoslanib hisoblagan. Keyin fuqaro arxividan to'g'ri ma'lumotnoma oldi. Qayta hisoblash natijasida pensiya oyiga 2.000 so'mga oshdi. Agar bu xato bir necha yil davom etgan bo'lsa, fuqaro qayta hisoblangan sanadan boshlab yoki qonunda belgilangan tartibda farqni talab qilishi mumkin. Bu yerda muhim jihat pulning qanchasi qaytarilishi, hujjat qachon taqdim etilgani, hatto kim tomonidan qilinganligi, qonunchilikdagi muddatlar va murojaat mazmuniga bog'liq bo'ladi. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi tuzoq, indeksatsiya bo'ldi. Demak, hammaning pensiyasi bir xil foizga oshadi degan tushuncha. Har doim ham shunday emas. Ayrim to'lovlarda baza o'zgaradi, ayrimlarda ustama alohida hisoblanadi, ayrimlarda minimal miqdorga yetkazish qoidasiga qaraladi. Masalan, pensionerning hisoblangan pensiyasi 900.000 so'm. Lekin minimal kafolat sabab u 1 million so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya paytida qaysi summa oshiriladi, qaysi qismi kompensatsiya sifatida turibdi, shu nozik farq natijani o'zgartiradi. Ikkinchi tuzoq, og'zaki javobga ishonib ketish. Fuqaro pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Xodim hammasi to'g'ri deydi. Fuqaro qaytadi. Lekin ertaga nizo chiqsa sizda dalil yo'q. Men har doim aytaman, og'zaki tushuntirish foydali, lekin yozma javob kuchli. Agar sizda shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada pensiyam tayinlangan sana hisobga olingan staj, hisobga olingan ish haqi davrlari, qo'llangan indeksatsiyalar va ustamalar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Uchinchi tuzoq, faqat oxirgi to'lovga qarash. Odamlar ko'pincha bu oy kam tushdi deb o'ylaydi. Lekin muammo bir necha oy oldin boshlangan bo'lishi mumkin. Masalan, indeksatsiya sanasi apreldan bo'lgan, lekin sizda maydan qo'llangan bo'lishi mumkin. Yoki ustama yanvardan berilishi kerak bo'lgan, lekin hujjat martda kiritilgan. Shuning uchun to'lov tarafini kamida 12 oy bo'yicha ko'rish kerak. Bank ilovasidan ko'chirma oling. Pochta orqali olgan bo'lsangiz, to'lov qaydlarini so'rang. 4-tuzoq. Ishlagan joyingiz rasmiy bo'lmagan davrlarni pensiyaga qo'shishni kutish. Agar siz bir joyda og'zaki ishlagan bo'lsangiz, maoshni qo'lga olgan bo'lsangiz, rasmiy buyruq, mehnat shartnomasi, badal arxiv hujjati bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyin. Guvohlar yordam beradigan ayrim holatlar bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida eng kuchli dalil rasmiy hujjat. Shuning uchun men hozir ishlayotganlarga ham aytaman, ish joyingiz rasmiy bo'lsin, maoshingiz konvertda emas, hujjatda ko'rinsin. Bugungi norasmiy maosh ertaga kompensiya degani. 5-nozik jihat, familiya, ism, tug'ilgan sana yoki hujjatlardagi bitta harf farqi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Karimova Dilbar, arxivda esa Karimova D deb yozilgan. Yoki eski hujjatda tug'ilgan yil noto'g'ri tushgan.
Bunday mayda ko'ringan tafovutlar sabab ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Buni oldindan tekshirish kerak. Zarur bo'lsa, FHDYO ma'lumotnomasi sud orqali faktni tasdiqlash, arxivdan aniqlashtirilgan javob olish talab qilinadi. 6-masala ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi. Ba'zan odamlar menga pul qaytarildi deb quvonadi. Ba'zan esa aksincha idora sizga ortiqcha to'langan, qaytaring deydi. Bu holatda ham shoshilmang. Ortiqcha to'lov nima sababdan bo'lganini aniqlash kerak. Agar fuqaro bilan turib noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar xato idoraning o'zidan chiqqan bo'lsa, unda undirish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Har qanday holatda yozma qarorni ko'ring, hisob kitobini so'rang. Qaysi oyda qancha ortiqcha to'langanini jadval ko'rinishida talab qiling. 7-masala barcha yangiliklarga ishonib ketmaslik. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga pul qaytariladi. Falon ariza yozsa 10 million beriladi. Pensiya jamg'armasi hammani aldagan degan keskin gaplar yuradi. Men ekspert sifatida aytaman, har bir holat alohida tekshiriladi. Xatolar bo'ladi. Ayrim odamlarga qayta hisob kitobdan keyin pul qaytariladi. Lekin bu hamma bir xil miqdorda pul oladi degani emas. Sizning haqqingiz bor yo'qligini faqat hujjat, staj, ish haqi ma'lumoti, qonuniy asos va yozma hisob kitob ko'rsatadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, qanday harakat qilasiz? Birinchi qadam mavjud ma'lumotlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha hujjatlar. Harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim davri kerak bo'lsa diplom, bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi haqida ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlarning nusxasini qiling. Aslini imkon qadar qo'ldan bermang. Ikkinchi qadam to'lovlar tarixini tekshiring. Bank kartangizga pensiya tushsa, oxirgi 12 oy yoki 24 oy bo'yicha ko'chirma oling. Agar pochta orqali olsangiz, tegishli to'lov qaydlarini so'rashingiz mumkin. Qaysi oyda qancha tushganini jadval qilib yozing. Keyin indeksatsiya bo'lgan sanalarni belgilab chiqing. Masalan, pensiya oshirilishi qaysi oydan kuchga kirgan, sizga qaysi oydan oshgan summa tushgan, farq bormi bularni ko'rasiz. 3-qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bering. Arizada hissiyotga berilmang. Sizlar meni aldidinglar deb yozmang. Rasmiy va aniq yozing. Masalan, mening pensiyam miqdori bo'yicha shubham borligi sababli pensiya tayinlashda hisobga olingan umumiy ish stajim, ish haqi davrlarim, qo'llangan indeksatsiyalar, ustamalar va qayta hisob kitoblar bo'yicha batafsil yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar kam to'lov aniqlansa, qonuniy tartibda qayta hisoblab, farqsiz summasini to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza kuchli bo'ladi. 4-qadam arizani ro'yxatdan o'tkazing. Eng katta xatolardan biri arizani qo'lga berib qaytib ketish. Sizda kirim raqami, sana, qabul qilgan xodim belgisi yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Agar elektron portal orqali yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar qog'ozda bersangiz, 2 nusxa qiling. Bittasi idorada qoladi. Ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. 5-qadam yozma javobni tahlil qiling. Javobda hammasi to'g'ri degan umumiy gap bo'lsa, bu yetarli emas. Siz hisobga olingan staj necha yil, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, ish haqi qaysi yillar bo'yicha olingan. Indeksatsiya qaysi sanadan qo'llanganini bilishingiz kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rang. 6-qadam kamchilik topilsa, dalil bilan qayta murojaat qiling. Masalan, sizda 1992-1993 yillar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi bor. Lekin pensiya hisobida bu davr yo'q. Arizaga shu hujjat nusxasini ilova qiling. Yoki bular parvarishi davri hisobga olinmagan bo'lsa, tegishli guvohnomalarni qo'shing. Yoki familiya o'zgarishi sabab dar kiritilmagan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki FHDYO ma'lumotnomasini ilova qiling. 7-qadam rad javobi kelsa, yug'ori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Men hammani sudga yuguring demayman. Avval hujjatlarni to'liq yig'ish, hisob kitobni tushunish, idora bilan yozma tartibda ishlash kerak. Lekin agar sizda aniq dalil bo'lsa, idora esa asossiz rad etsa, unda yug'ori tashkilotga shikoyat qilish yoki ma'muriy sud tartibida huquqingizni himoya qilish mumkin. Bunday holatda yurist yoki pensiya masalalarini tushunadigan mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. 8-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p ota-onalarimiz, buylarimiz, bobolarimiz idoraga borishga uyaladi yoki charchaydi.
Ular bolam shu ham yetadi deydi. Lekin bu ularning haqqi. Siz farzand sifatida hujjatlarni tartibga solib, ariza yozishga yordam bersangiz, katta savob ish qilgan bo'lasiz. Ayniqsa, yosh katta insonlar eski ish joylarini, korxona nomlarini qaysi yillarda ishlaganini yaxshi eslaydi. Lekin hujjatni qayerdan olishni bilmasligi mumkin. Yana bir amaliy maslahat, hamma narsani yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday javob oldingiz. Qaysi hujjatni topshirdingiz, bularni daftar yoki telefoningizda qayd qiling. Agar keyin nizo bo'lsa, bu yozuvlar sizga tartibni eslatadi. Hujjatlarning rasmini telefoningizda saqlang, lekin asl hujjatlarni alohida papkada saqlang. Shuni ham aytishim kerak. Pensiya masalasida sabr kerak. Bir kunda hamma narsa hal bo'lmasligi mumkin. Arxiv javobi vaqt oladi, eski korxona hujjatlar topilmasligi mumkin. Ayrim ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Lekin sabr bilan yozma va hujjat asosida harakat qilsangiz, natija olish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi va qayta hisob-kitob masalasida ko'r-ko'rona ishonib ketmaslik kerak. Har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Agar staj noto'g'ri olingan bo'lsa, ish haqi davrlari kiritilmagan bo'lsa, indeksatsiya to'liq qo'llanmagan bo'lsa yoki ustama tushib qolgan bo'lsa, siz yozma murojaat qilib qayta hisob-kitob talab qilishingiz mumkin. Ayrim holatlarda kam to'langan pullar qaytariladi, lekin buning uchun aniq hujjat, yozma ariza va dalil kerak. Men sizga eng muhim maslahatni yana takrorlayman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, yozma javob oling. Hujjatlaringizni yig'ing, to'lovlaringizni tekshiring. Shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bering. Ota-onangiz, bu bobolaringiz pensiyasini ham bir ko'zdan kechiring. Balki aynan sizning e'tiboringiz bilan ularning qonuniy puli qaytarilar. Agar sizda pensiya indeksatsiyasi, qayta hisoblash yoki kam to'lov bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizning holatingiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.